yordam berishinglarni so'rayman. Iyun oyida yana qayta operatsiyasi uchun. Assalomu alaykum azizlar. Sizlarga bir iltimos bilan yordam so'rab chiqyapmiz. Shu o'g'lim tug'ma qon tomir kasalligi varikoz malformatsiyasi bilan og'rib keladi. Tug'ilgandan beri bu narsa shu bulbulida bor, oyoqlarida bor. Ko'rsatmagan doktorimiz qolmagan. Moskva davlatiga ham tibbiy xulosalarni, ma'lumotnomalarni jo'natganmiz. Lekin ular operatsiya qilish imkoni yo'q bu davlatda deyishgan. Keyin biz shu yerda surishtirib ukolni har xil lazer terapiyalar qildirganmiz, lekin foydasi bo'lmagan. Doktorlar ham garantiya bermayman deyishgan. Keyin 2023-yil Turkiya davlatida, shu Istanbul shahrida Mediapark kasalxonasini topganmiz va o'sha yerga borib avgust oyida operatsiya qildirganmiz. Ular lekin aytishgan, har 3 oyda tomirini boyladik, katta kelgan tomirini boyladik, har 3 oyda qanaqadir ukol bor ekan, skill terapiya nomli ukol bor ekan, o'shani olishingiz kerak har 3 oyda. Olmasangiz bo'lmaydi. Bu narsa keyin 15 yoshdan keyin qolib ketadi deyishgan. Lekin bizani mablag'imiz to'g'ri kelmaganligi, sharoitimiz to'g'ri kelmaganligi biz Turkiya davlatiga bora olmaganmiz. Surishtirib, shu yerda lazer klinikasida o'sha ukolni topib qildirganmiz. Lekin foydasi bo'lmadi, o'g'limga ta'sir qilmadi. Battar bo'lsa bo'ldiki, lekin foydasi ta'sir qilmadi. Oxiri o'sha charchab qolyapti. Bu narsa yuragida, jigarida, miyasida rivojlanar ekan. Keyin oxiri o'sha siyolmay qoldi, qon siydi, bo'lishib ketdi, yig'layverdi, cho'loqlanib qoldi, yurolmay qoldi, maktabga ham borolmay qoldi. Keyin o'sha ro'za oyida shu Saxovat besh odamlar yordam berishdi. To'plab Turkiya davlatining Ankara shahriga borib, Luqman Hakim kasalxonasiga borib 80% tomirini boylatib operatsiya qildirdik. 20% qoldi. Doktorlar aytishdiki, agar buni butunlay qiladigan bo'lsak, bola ko'tara olmaydi, hali kichkina yoshligi uchun. O'zi yoshligidan narkoz olib kelgani uchun qiynaladi deb faqat shu bulbuli bilan mana shu oyog'ini yarim tomonigacha boylab berdik deyishdi. Shu 2 oydan keyin iyunning oxirlariga mo'ljallashdi, kelasizlar deyishdi. Yana ko'ramiz deyishdi. Kerak bo'lsa, agar mana tomirlari boylanadigan bo'lsa, yana qayta amaliyot qilamiz, operatsiya qilamiz deyishdi. Iyun oyiga borish kerak. Iyunning oxirisiga. O'zi 1 oyga chaqirishmoqchi edi. Mayli, oradan 2 oy o'ta qolsin, ungacha yana shu kerak tomirlari ko'rinadigan bo'lsa, ko'rinib o'sa qolsin deyishdi. Xudo xolasa, keyin shu bilan